Bolada bosh miyasini, markaziy nerv sistemani perinatal jarohatlanishli degan kasallik ketyapti. Xo'p, Shuhratullayeva Munisa, shunaqami? Nima shikoyat bo'lyapti? Yo'q, yaxshi, shu ko'rikka keladi. Ammo yig'laydi shomga yaqin, shomdan keyin Yig'isa qanaqa bo'lyapti? Baqirib yig'laydimi yoki injiqlanib yig'laydimi yoki cho'chib yig'laydimi? baqirib yig'laydi. Jag'larda qaltirashlar yo'qmi? Yo'q, unaqa. Chiranib, tepinib, kuchanib yig'lashlarimiz yo'qmi? Nechinchi farzandingiz? 3-chi. Yaxshi. Uyqu davomiyligi qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Shu menimcha ko'p yemaman deyapti, qonni ko'mayapti. Xo'p, qanchada bir ichki emizyapsiz? Bu doim ochiq bo'ladi. Keyin shu ko'zini yoshitib, shillasichi ham doim unaqa turdi. Ko'zini Yosh oqadi. Iye. Yig'lamasa ham asit doim nam chiqdi. Mana og'zini atrofida ko'karishlar bor-a? Nechinchi homiladorlik dedingiz? 3-chi. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Taksi ko'z, yana groza degan narsa bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'ldosh ko'chish ham bo'ldi. Pastiy rejimda yotdingiz keyin. Shuhratullayeva Munisa. Hozir rosa 2 oylik bo'libdi. Bolada bosh miyasini, markaziy nerv sistemani perinatal jarohatlanishi degan kasallik ketyapti. Asosiy vegetatsiyalar disfunksiya bilan ketyapti. Albatta distaniya tonus ko'rmadingiz hozir. Bosh miyada gipoksiyani hisobga bo'lyapti. Gipoksiya degani bosh miyaga yetarli ehtiyoj darajasida kislorod bilan ta'minotni yaxshi emasligi. Ya'ni qon yaxshi bormayapti o'zbekchasiga aytganda. Bunga sabablar homiladorlikdagi o'sha atslooka deyapsizlar, yo'ldosh ko'chishi, ba'zilarda qon ketib qoladi. Homiladorlikdagi infeksion omillar, masalan, gripp bo'lib qolamiz, yoki boshqa tanadagi yondosh kasalliklar, genital va ekstra genital kasalliklar deb gapiramiz, ular psixoemotsional holati ayasini toksikoz deymiz, qon kamligi hisobiga yoki qanaqadir jigardagi patologik o'zgarishlar hisobiga. Bundan tashqari tug'ilayotgandagi ba'zi bir muammolarimiz bor. Mexanik, masalan, o'q yo'ralib qoldi deyishadi, suv ketib qoldi deydi. Suv ho'plab qoldi deydi, tug'ruq protsessi cho'zilib ketdi deydi. Shularda hisobiga ham bosh miyada o'tkir asfiksik holatlar, ya'ni o'tkir kislorod yetishmaslik holatlari bo'lyapti. Demak, homiladorlikdagi va tug'ruq paytidagi qiyinchiliklar hisobiga markaziy nerv sistemasi mana shunaqa perinatal jarohatlanish bilan tug'ilyapti. Tug'ilgandan keyin bularda o'tkir davri va hozirgi paytda o'tkir osti davri ketyapti. O'tkir osti davrida bolada ba'zi bir sindromlar, vegetatsiyalar sindrom, ko'p oshqozon ichida muammolar, og'iz atrofida ko'karishlar, yurakdagi aritmiyalar, ich qotib qoladi, ich o'tib ketib qolyapti deydi. Uyqu buzilish sindromlari, shom paytida yig'layapti deydi. Toza havoga olib chiqib ichga aylantirsangiz yana yaxshi bo'lib qoladi. Demak, bosh miyani o'sha kislorod bilan ta'minotini yaxshilab berishimiz kerak. Eshikka olib chiqishimiz, mashinada olib yurishimiz, ko'tarib yurishimiz bu bevosita, beixtiyor bolani miyasini kislorod bilan ta'minotini yaxshilab beryapmiz. Shu ham bitta lecheniya. Birinchi o'rinda ona o'zingiz parhez qilishingiz kerak. Selitraga boy mahsulotlarimizni yemasligimiz kerak, iloji boricha xamir ovqatlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Asabimiz tinch bo'lishi kerak o'zimizda, har narsaga siqilavermaslik kerak. Bundan tashqari, bola bilan onani muloqoti ko'proq ko'krak sutini berish paytida bo'ladi. Xotirjam yotib, bolani emirish taktikalarini pediatrlar tushuntiradi, o'sha emirish taktikalariga ham rioya qilishingiz kerak. Bola ko'p xohlayapti deyapti-da. Nimaga? Bola to'yib uxlamayapti, to'yib emolmayapti. Qoniqib emmayapti-da. Sababi ona shoshilib emizadi. Aksariyat holatlarda. Tez-tez emizsam-u deydi, xayolida nimadir ish turadi. O'shanaqa qilmaydi iloji boricha sizlar, endi praktikangiz bor ekan sizda. Ichaklar axlat necha mahal kelyapti hozir? 2 mahal. Yaxshi. Majburlab kelgizmayapsizlar? Yo'q. Iloji boricha dorini ko'paytirmaymiz, oddiy va yengil dorilar bilan muolaja qilamiz. Unaqa xavfli emas. Xavfli emas.